Bolalar yaxshimisizlar? Ne bu hamma jim? O'lib ketadigan dunyoda maza qilib yashaylik. Короче, bugun choyxona. Hammamiz yig'ilamiz kechga. Bo'yin yeymiz, bo'yin. Hamma kesin, pulni o'ylamalaring. Puli yo'qlar ham kevaverlaring, men to'layveraman. Davay. Dadasi. Ko'chaga chiqib, ikki siqqina shashlik olib kelaylik. Voy. Sen jinroqmisan? Bekorchi pulim bormi senga? Qanaqa shashlik? Qo'ling sinmagan ovqat qil. Taksi ko'zda. Yomon bahonachisan-da. Taksi ko'zmish. Mayli. Haligi Robiya yo'talyapti. Dori olib bering. Qachon yo'taldi? Kechasi bilan istimalab chiqdi. Shu bitta bolaga ham qarashni bilmaysan. Sen kasal qilgansan. Xullas, namakap suv qilib tomog'ini chay, tuzalib ketadi. Dadasi, qarz berib turing. Dori olmasam bo'lmaydi. Keyin Dostonni 4 fandan daftari to'lgan. Daftar olishim kerak. Oyligimda qarzimni o'zaman. Tushunmadim. Oyligimlab qopsanmi? Seni oyligini joyi bor. Tushundingmi? Bu gazni ham, tokki ham limiti yetmayapti. Senlarni boqishni o'zi bo'lmayapti. Yo Dostonga ham aytib qo'y. Bu daftarni yeyaptimi? Maydaro yozsin. Talib qora art kartoshkani. Kapanga doqilasani bunaqa demani. Xo'p. Mana. Aqlli ekan telefon qilyapti. Nimadir ekan hozir? Alo. Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Nima gap baxti? Ofisga Doston keluvdi jiyanim. Daftarga pul kerak deb. Ana kuni ham keluvdi. Tufli olishim kerak deb pul so'ragan edi. Ko'chada yurishingiz olamni buzadi-ku pochcha. Oilani kam ko'stini qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ana qilsa opamni ham, jiyanlarimni ham boqib olishga pulim ham, aqlim ham yetadi. Baxtiyor, Ha, opa. sen kim bilan gaplashayotganingni bilyapsanmi? Sen meni erim bilan gaplashyapsan. Bolalarimni otasi bilan gaplashyapsan. Puling ko'payib, bosar tusaringni bilmay qopsanmi, uka? Bolasiga 4 ta daftar olib berdim deb, xohlaganimni gapiraveraman deb o'ylayapsanmi? O'zi maqsading nima? Oilamizni buzishmi? Meni yaxshilab eshit. Bu odam meni ko'z ochib ko'rganim. Bu odamni xafa qilish meni xayolimga kelmaydi-yu. Sen kim bo'lsan? Pochchangda ishing bo'lsa, oldin menga qo'ng'iroq qilasan. Gapirmoqchi bo'lgan mavzuyingni oldin menga aytasan. Keyin pochchangga qo'ng'iroq qilasan. Tushundingmi? Xo'p, opa. Tushundim. Bolalar. Xullas, bugun choyxona aytmang. Ishim chiqib qoldi. Uzr.